Bugun 2025-yil 5-noyabr, xudo xolasa ko'chatlarni ekishni boshladik mana. Uljon ko'ksdan ko'chatlari. Dalada mana suvsiz joyga ekib boshladik. Buni motorda kovlab, chuqur qilib, orasini mana 25 50 sm asosan 50-60 sm qilib mana chuqurlarni teshib, mana kavrak ko'chati, mana ko'chat mana shunday joylashadi. Tikka turish kerak ko'chat. Bismillah deb mana ko'mib qo'yamiz uni. Yaxshilab havo kirmasligi uchun ko'mib qo'yiladi. Mana tagi kesilishi kerak mana. Pichoq bilan kesiladi. Mana kesildi. Bismillah deb mana tikka turish kerak ko'chat mana. Uzun tuprog'ini sop. Shunday qilib ekiladi mana. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Ko'ksdan uljon ko'chatlarimiz bor.